yosh yigitligimda himmatim baland, dinga amal qilishni endi boshlagan paytim edi. Qalbimda juma kuniga alohida muhabbat bor edi. G'usl, xushbo'ylanish, toza kiyim kiyish, masjidga erta borish, Qaf surasini o'qish, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytish, so'ng shomdan oldingi duo ijobat paytida ko'p duo qilish kabi sunnatlarga og'ishmay amal qilardim. Masjidga birinchi bo'lib juma namoziga azon aytilishidan naqd 5 soat oldin borardim. Hadisi sharifda kelganidek ko'proq savobga ega bo'lish va oxiratdagi martabam yuqoriroq bo'lishidan umidvor edim. Mendan keyingi birinchi odam kelgunicha 4 soat vaqt o'tardi. Masjidda o'zimning hamma biladigan alohida joyim bo'lib, har kirgan odam menga tabassum bilan salom berar va men yosh bo'la turib dindor ekanimdan faxrlanib qo'yar edim. O'zimdan shunaqa faxrlanib ketar edimki, odamlarni menga termilib kulishidan zavq olardim. Namozxonlar ichida eng afzali o'zim bo'lsam kerak deb o'ylardim. Dindorligimga Alloh taoloning tavfiqi va fazli bilan emas, o'zim erishganman deb hisoblardim. Mendan keyin kechroq kelgan birodarlarimga past nazar bilan qarar edim. Bir odam hech esimdan chiqmaydi. Taxminan 30 yoshlarda bo'lgan, soqoli o'sgan bir kishi masjidga har juma kuni azon aytilishidan bor yo'g'i 5 daqiqa oldin kelardi. Joy topolmasdan oyoq kiyimlar turgan yerga kelib o'tirardi. Unga juda ham past nazar bilan qarar edim. Namozdan keyin masjid tashqarisida do'stlarim bilan gaplashib turarkanman, mana bunga o'xshagan musulmonlar dinga amal qilmay qo'ygani uchun din zoyi bo'lyapti derdim g'azablanib. Mendan yoshi katta birodarlar, o'zingni bos, balki uning biror uzri bordir, sen ham uni yoshiga yetganingda ahvoling qanday bo'lishini bilmaysan deyishaverardi. Men esa qat'iy ovozda hech qachon men tirik ekanman, dinim aslo nuqsonli bo'lmaydi derdim. Oradan 10 yil ham vaqt o'tmasdan men ulg'aydim, uylanib farzandli bo'ldim. Rizq talabida hayot girdobiga sho'ng'idim. Hattoki juma namozidan bir necha daqiqa oldin uyg'onadigan bo'ldim. Tahorat olib kiyinib borgunimcha yo'lda namozga azon aytilayotgani eshitilardi. Xutba boshlanganda masjidga kirib boraman. Eng oxirgi safdan kech qolganlar orasidan joy topaman. Oyoq kiyimlar yonida mahzun bo'lib o'tiraman. O'zim shunga loyiqman. Har safar haligi birodarni eslaganimda ichimda mana bu hikmatni takrorlayman. Kimki